Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan Ammarkets va Mod Capital YouTube kanalida ko'rishib turibmiz. Bugun Mod Capitalni bosh mentori Suhrobbek bilan yana bozorga ikki qarash loyihasini davom ettiramiz. Suhrobbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli Mod Capital'dın treyderlari, qandaysizlar janob ошондой эле Markets Brokerlik kompaniyasining qo'llanuvchilari. Assalomu alaykum. Suhrobbek, oxirgi vaqtlar hozir bozorda ayni qiyin vaziyatlar, ko'pchilik balansini yo'qotib qo'yyapti, tahlil qilmayapti. Tillada yangi haylarni ko'rdik. Ayni bugun biz shuncha oydan, yildan beri kutayotgan 4500 ga ozgina yetmadi, lekin yetsa ham juda ham bir fantastika bo'lib ketardi. 4497 deb hozir ko'ryapmiz hayni va bu bizni maqsadimizga, bizni targetimizga olib bordi deb bilaman. Keling dollardan boshlasak. Dollar nima bo'lyapti sizni tahlili bo'yicha, yana qayerga yo'nalishlarni davom ettirishi mumkin? Так, dollar indeksi bo'yicha burungi videoda ko'rgan bo'lsangizlar, именно o'sha lowning пробойный formatsiyasi и qayerdagi retestning sell pozitsiyasini ko'ramiz. Dollar indeksi qulashi mumkin deb turib anchadan beri aytib kelamiz. Mhm. И biz aytgan zonadan biz bergan yerdan ba 0,77-0,88% tushib ketganini ko'rsak bo'layotgan. Эми dollar indeksini emne ko'rsak bo'ladi? В данный момент lowda o'tiramiz, minimumda o'tiramiz. Bu yerdan biraz ortqa korreksiya bo'lishi mumkin. Minimum o'sha o'rta zonada qoldi. Именно o'sha пробой qilgan zonalardan откат bo'lishi mumkin. Чтобы любой импульсный движение, кичинекей bo'lsa-da, откатный движение kerak и o'sha откатdan qayerdagi продолжение nasl ko'ryapman в данный моментga. Эми же bo'lmasam bu жақтағы локальный трендовый линиясынан чейин откат ko'rib и ушул жерден qayerdagi продолжение bo'lib ketishi mumkin ekan. So'zning qisqasi, dollar indeksi qulashi mumkin. Падение ko'ryapmiz. Dollar bo'yicha mani ham kutilmalarim, butun bozor kutilmalari 2026 ga ham hozir zaif prognozni berishyapti. Ayni yaqin orada yangiliklarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, AQShning iqtisodiy ko'rsatkichlari hozir zaiflashuvi mumkinligi haqida xavotirlar paydo bo'lgan, chunki biz bilamiz Scott Bessentni va Kevin Hessenni chiqib CNBCda va boshqa telekanallarda ular ko'p marotaba mana shu mashhur ommaviy axborot vositalari orqali AQSh iqtisodiyoti zo'r holatdaligini ta'kidlab borishdi. Ya'ni investorlarni o'ziga jalb qilish, AQSh iqtisodiyotiga bo'lgan ishonchni oshirish, albatta bu yerda maqsad deb bilsak bo'ladi, lekin iqtisodiy holat aslida zaiflashganligini boshqa bir gapi bilan signalni beryapti. Ya'ni iqtisodiyotni hozir yaxshiligini aytib turib, ular yana foiz stavkalarini pasaytirish kerakligi haqida to'xtalib o'tayotganligi. Bu yerda o'rtoqlar Steven Mirronni man hammamiz bilsak kerak deb o'ylayman. Ya'ni Forex boshqaruv kengashi a'zosi hisoblanadi va u ham Bloomberg TVga bergan intervyusida oxirgi ma'lumotlar, iqtisodiy ko'rsatkichlar, ularni prognozi, ya'ni uning aynan Steven Mirronning prognoziga mos kelayotganligini aytib o'tgan va u aytayaptiki, mos kelyapti. Yaqin orada AQSh retsessiya kutilmayapti, lekin foiz stavkalarini tez orada tushirilmasa, bu AQShda retsessiya xavfini oshirib yuboradi deb negativ berib qo'ydi. Bu ham albatta foiz stavkalarini tushirish kerak degan gap so'zlari. Dollarni asosiy bosim asosida bular qamrab olgan deb aytolmayman, chunki dollar bo'yicha men juda ham ko'p ma'lumotlarni bunga misol qilishim mumkin. Biz o'rtoqlar non-farm hisobotini zaiflashganligini ko'rdik. Ya'ni ishsizlik darajasi hozir rekord darajada oshib ketgan. AQShda ishsizlik darajasi hozir 4,6% ga oshganligi ham bizga umumiy hozir iqtisodiy zaif signallarni kutayotganligimiz, AQShda ishchi bozori yomon ahvolda ekanligi va mana shu Forex a'zolarini negativ nutqi umumiy fon bizda hozir ayni dollarni zaiflashishiga tortadigan fon bo'lib turibdi. Michigan indeksidagi iste'molchilar ishonch ko'rsatkichlari ham pasaygan o'rtoqlar. Yumshoq ritorika bu yerda hozir asosiy omil bo'lib ko'rilyapti va undan tashqari o'rtoqlar dollarning zaiflashuviga mana shu Forexni mustaqilligi bosim ostida bo'layotganligi va Forexni yangi raisi e'lon qilinishiga hammasi bosim ostida qoldiryapti dollarni va fundamental omil hozir dollarni pastga tortyapti. Yana bir kutilma o'rtoqlar, bugun ayni VVP kutilmasini hozir iqtisodiy kalendarlarga ko'radigan bo'lsak, bugun kutilayotgan VVP 3,3 yozilgan. Ba'zi iqtisodiy kalendarlarda Forex Street'da esa 3,2 deb baholanyapti. Qisqa qilib aytganda, mani kutilmam 3,4, 3,5 atrofida bo'lish ehtimolligi bor. Ya'ni VVP juda ham pasayib ketgan deb hisoblamayman. Ayni mana shu hisobotda yuqori VVP va undan tashqari biz o'rtoqlar iste'molchilarning ishonchini ko'radigan bo'lsak, ya'ni biz kutayotgan yangiliklarda bugun umumiy hozir hammasi manimcha yaxshi chiqadigan ko'rinyapti va man dollarni bugun biroz kuchayadi
yangilik vaqtida deb ishonib turibman, lekin bu shunchaki ishonch, bu pozitsiya ochishga hech qanaqa targoviy signal emas, savdo signali emas. Albatta, men o'zimni ishonchimni o'zim kutilmamay aytib o'tyapman. Bu esa hozir dollarni zaiflashganligi fonida qisqa muddatli pozitiv beradi bozorga deb o'ylayman va tilla bizada hayga chiqqan, tillaga yana qaytamiz, tillada yana fikrlarimni aytib o'taman. Demak, hozir dollar umumiy fonda hozir bizda ayiqlar trendi ustunlik qilyapti, ya'ni medvejy trend hozir davom etadi deb kutilmoqda. Suhrobbek, texnik tahlil bo'yicha yevro dollar juftligiga bitta to'xtalib bersangiz. Yevro dollar bo'yicha texnik analiz murunqi videodagi bayqamoqsizlar, men ko'p strimlarda, ko'p o'sha videolarda trendовая liniya jo'nakay klassika metodini foydalangan. Men bu yerda kutganman o'sha liniyaning пробойный formatsiyasini biraz yevro dollar arzonlashishi mumkin. Bahsi biraz arzonlashishi mumkin degan, чтобы güçlü supportdan qaytgan o'sha yerda maga точка входа bermagan jeri trendовая liniyasinin impulsini пробой qilib bo'lgan. To bizda klassika bo'yicha восходящий kanal deb qo'yadi, восходящий flag deb qo'yadi. Bunday formatsiyani jasab bergan yo'q. Bu yerda flagning impulsning пробойный formatsiyasi maksimumdan ko'rgan bo'lsangizlar, bizda o'ta sonning atrobatkasini jasab beribdir. Endi в данный момент qanday formatsiya bo'lishi mumkin? Bozor bu yerda eng kuchli уровень сопротивлениясini bir joy ложный пробой qayerdagi откат bo'lgan ekan. Endi impulsning пробойный formatsiya, demak, ushul yerga rddan yevro dollar parasida покупка buy сделкасini açsaq bo'ladi ekan. Endi страховка qilib turib, bizga bu diagonal уровеньni qarab ko'rsak bo'ladi. Demak, bu diagonal уровень, jana o'shanda o'sha belgilab qo'ygan уровень bizda impulsный пробойный formatsiya bo'lsa, например, вот ушундай свечалар менен пробойный формациясы болсо, потом анан евро доллар парасы biraz падение алышы мүмкүн. Но ага чейин биз бай позицияда турганыбыз макул. Demak, yuqoriga qarayapsiz. Umumiy fon hozirda biz kutayotgan ma'lumotlar o'sha Yevropada ichiga kiradigan o'sha Germaniya, Ispaniya yalpi ichki mahsulotlari, ya'ni VVP bo'yicha ma'lumotlari, umumiy fon hammasi hozir kutilmali. Yevro dollarda dollarning zaiflashiga oradagi korrelyatsiya bizda yuqoriga paysalni beryapti. Yevro dollar juftligi bo'yicha asosiy yangiliklar yo'q, ya'ni kutilayotgan biz mana shu yangilik yevroni qo'llab-quvvatlab yuboradi yoki zaiflashtiradi degan bir hech qanaqa kutilmalar mavjud emas. O'rtoqlar, biz Ispaniyada VVPni kutilma bo'yicha to'g'ri chiqqanligini guvohi bo'ldik o'rtoqlar. Demak, hammasi hozir yevro bo'yicha bironta bir negativ bermayapti va bu fonda men hozir yevro dollar juftligini, dollarni zaiflashuvi fonida va yevroga bo'lgan yuqori ishonchni inobatga olib, yevro dollar juftligida yuqoriga paysalani fundamental qarashni ma'qul ko'raman. Demak, VTIga neftga to'xtalib o'tsangiz, ayni men ko'proq neftda savdo qilishni yaxshi ko'raman. Qani texnik tahlil nima deyapti? Так, neftni murunqi videoda bayqagan bo'lsangizlar, bizda астында diagonal уровень бар eng kuchli support bor ekan. O'sha yerdan biraz какой-то bir formatsiya bersa, neft qimmatlashishi mumkin deb berilgan. O'sha imенно belgilab qo'ygan zonadan ровно 5%gacha o'sganini ko'rsak bo'layotgan. Bu bir jumalik rezultat o'sgan. Endi qarab, bu данный момент qanday formatsiya bo'lishi mumkin? Вот ushul ele zonaga rddan buy formatsiyasini ko'rsak bo'ladi. Je bo'lmasam, eng kuchli bizda bunaqa сопротивление bor ekan. Tak 59-60 degan уровеньлерден razvorotniy formatsiya olib ketishi mumkin. Sebebi klassikaning erejasi bo'yicha, agarda bozor o'zining energiyasini atarini bir impulsniy движение bilan сопротивлениеgacha qo'rotib qo'ysa, anda ko'p uchurda o'sha сопротивлениеdan razvorotniy formatsiya bo'lib ketadi ekan. Demak, eng kuchli maksimumdan продажаga ishtirgan harakat qilib ko'ramiz. Jana o'sha yergacha buy formatsiya bo'lishi mumkin. O'sha yergacha bo'lsa, o'sha yerdan biraz korreksiyaga ortga qaytishi mumkin. Но men в основном ideyam neft qimmatda, neft hech qachon nol bo'lib qolmaydi. Ya'ni texnologiya o'nib o'tadi, barisidan neft kerak. O'sha sababdan men neftning qimmatlashishini kutyapman. Demak, neft bo'yicha menda hozir ochiq bayga paysalarim bor. Neftni men qo'llab-quvvatlashligini mana shu geopolitika bo'yicha misol keltira olaman. Demak, undan tashqari o'rtoqlar, bu yerda bitta noaniqlik keltirib chiqaryaptiki, va yana aytmaganiga, bugun API tomonidan AQShdagi neft zaxiralari e'lon qilinishi kerak. Bu ham bizga bir
ma'lumotlarni keltirib chiqaradi va qo'shimcha Donald Trampni mana shu aytgan gaplariga, ya'ni AQSh Venesueladan o'sha ushlab olgan neftlarini hozir saqlab qolishligi yoki o'zida saqlashi yoki sotib yuborish haqidagi Donald Trampning bayonotlari, bu bugun AQShning neft zaxiralari haqidagi API va ertaga energiya axborot boshqarmasi tomonidan e'lon qilinadigan ma'lumotlarga qarab aniq bo'ladi go'yo. Lekin neft bo'yicha hozir geopolitika, bu yerda yana bo'layotgan boshqa ayrim masalalar bor, ularga to'xtalib o'ta olmaymiz va umumiy fon hozir neftni, ya'ni VTI bo'yicha yuqoriga tortyapti va men ham hozir targetlarimga birozgina yaqinlashib qolganman. Demak, neft bo'yicha yuqorgi pozitsiyalar hozircha ham texnik ham fundamental tomonlama ma'qul ko'rilayotgan ekan. Oltinga bitta to'xtalsangiz va shedevr natijalar bilan ulashsangiz oltin bo'yicha nimalar bo'ldi? Так, алтындан мурунку видеода эстеген болсоңуздар, биз именно видео тарткан убакта 16 декабрь күнү тартканбыз. Именно ушул лоу позицияда турган экен. Мен ушул жерден кантип формация точка вход табыштарга чейин мен байкаган болсоңуз, мурунку видеону көргөндөр болсо өтө сонун пайдаланышты деген үмүттөмүн. Анткени мен точка вход берген жерден почти байкаган болсоңуздар, бул жерде ровно 214 пункт же болбосо $214 кымбаттаганын көрсөңүздөр болот экен. Эми карагыла, бул жерде кандай формация көрүшүбүз мүмкүн? Карагыла, именно биз берген зона бул жерден локальный трендовый линиясы М30 свеча максимумду уверенный пробойный формация кылгандан кийин бизде өтө күчтүү байга болуп кетет дейилген. И берилген зонадан результатты көрсөңүздөр болот. Эми в данный момент кандай ситуация болушу мүмкүн? Так, мен азыр сөздүн ачыгын айтам. Исторический хай пробойный формация болгон, демек алтында анча мынча стратегиялардын иштеш ыктымалдуулугу азайып кетет. Чтобы көп стратегияларга тарыхтан какой-то бир максимум же болбосо какой-то бир сопротивление, саппорттар керек экен. Бул жактан уже осторожный болушубуз керек, абайлашыбыз керек. Каждый лоу же болбосо формация, карагыла. Мен бул жерден түшүндүрүп берем. Мынагы 4 сааттык таймфреймде качан гана H4 таймфрейм катарма катар өзүнүн лоосун минимумун жаңыламайынча селге позиция издеген ошибка катар. Демек, алтын азыр психологик 4500 деген уровеньде турат. 4500 го 4997ден кайтып кетти. 4500 турат. 4500дөн бир откат болушубуз мүмкүн. Ну, өтө чоң эмес, өтө кичинекей откат болушу мүмкүн. И бул жерден карагыла, М30 таймфреймде даяр уровень сопротивлениясы жана ошондой эле бул жерде готовый уровень поддержкасы бар экен. Флетовый движенияны билебиз, классиканы жакшы билгендер. Флетовый движение пробой болгон тарапка сделка ачат экенбиз. Демек, максимум пробойный формация болсо жана ошондой эле 4500дү тоже пробой кылып туруп денеси менен закрепить этип берсе, биз уверенно байга позиция ачып, уже напсиге карап же болбосо соотношенияга карап туруп сделкадан жаап чыгып кетсеңиздер болот. Менин прогнозум боюнча, эгерде алтын 4500дү ура турган болсо, как минимум 1 айдын ичи 5000ге смело чыгып кетебиз. Менин прогнозум боюнча ушул. Анткени алтындын бул движениясын мен өтө жакшы билем. Исторический хай пробой болду. Бул жагына прям күн сайын 100 пункт движениялар болуп кетти. Байкаган болсоңуздар, как минимум 1 айдын ичинде 5000ге уверенно чыгып алабыз. Krizni qo'llab-quvvatlayman. Haqiqatan ham mana shu zonalar hozir kuchli zona hisoblanadi. Bugun biz ham texnik tahlil qilganmiz oltinni, chunki geopolitika oltinni yana yuqorilash kerakligi haqida signal beryapti. Ya'ni oltin yana yuqori ketishga majbur. Aslida banklarning prognozi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, o'rtoqlar $5000 ga 2026-yilda chiqadi deyilgan. Yilni yakunlayotganda men $5000 prognozini ko'ra olmayman, chunki bizda o'sha erta indin savdo kunlari hisoblanmaydi. Ya'ni erta indin o'sha bank holidaylar boshlanadi, banklar vaqtida yopiladi. Bozorda albatta mana shu kuchli volatillik bo'lib ketadi. Likvid pas va volatillik kuchliligi hisobiga spreadlar o'ynashligi va bozorda ancha muncha inson sliv qilishi, market makerlar harakatlari, mana shu manipulyatsiyalar bo'lishligi albatta ko'pchilikni xavotirga qo'yadi va bugun menimcha savdo uchun eng optimal kun, ya'ni yangiliklarni yaxshi ko'radiganlar, texnik tahlil, fundamental tahlilda savdo qiladiganlar uchun optimal bugungi oxirgi savdo kuni bo'lishligini men tavsiya bergan bo'lardim va taxminiy hisob bo'yicha albatta endi o'zingiz strategiyangizdan ko'rasiz, 15-yanvarlargacha unchalik savdo tavsiya etilmaydi va orada bugun kuchli yangiligimiz borligi ayni bugun
VVP, ya'ni GDP deymiz yoki VVP yoki o'zbekchalab yalpi ichki mahsulot. Mana shu AQSh yangiligi bugun iste'molchilar ishonchi, bu ham albatta hammasi dollar uchun kuchli impulslar yaratib beradi. Man bugun sizlarga texnik tahlil asosida bergan zonamiz aktiv bo'ldi va o'rtoqlar ayni o'sha 4475 zonasini buzmasdan ana shu yerning o'zidan biz Ashport time frame'da reaksiya olganligimizni ko'ryapmiz. Lekin bozor hozircha man ayni yangilashligiga unchalik ishonmay turibman. Ayni yangilik bo'lmasa bugun yangilikni ko'rishimiz kerak. Haqiqatdan ham AQSh iqtisodiyoti juda ham zaiflashib ketdimi yoki yo'q? Agar AQSh iqtisodiyoti zaiflashgan bo'lsa, bu foiz stavkalarini tushirish ehtimolligini oshiradi. Bu narxlanishi kerak va shu orada hamma dollardan qochishni boshlaydi va bu narsa o'rtoqlar tillada yana qo'shimcha maksimumlarni yaratishga undaydi va biz tillada yana haylanib ko'rishimiz mumkin. Lekin mani kutilmam bugun tilla bo'yicha yangilik vaqtida pastga ketib qolishi mumkin deb baholayman va biz hozir kutayotgan zona ayni 4000, taxminan 4425 atrofigacha tushishi mumkin, maksimal darajada tushsa. Lekin men kuchli kutayotgan zonalarim bor o'rtoqlar, 4000, demak 330lar atrofida ham menda kuchli zonalar bor. O'sha yergacha ham texnik tahlil asosida tushib beradi degan bir kutilmalar mavjud. Lekin haydam biz hayni ko'rdik, maqsadimizga yetdik 2025-yilning oxiri. Men asosan bu yerda savdo qilmayman va yangilik vaqtida sizga ham tavsiya qilmayman bugun savdo qilishni. Lekin tilla bugun yangilikda bilmadim qaysi tomonga yo'naladi, lekin o'zingizni tahlilingizni mana shu video ostida kommentarda yozib qoldiring. Meni kutilmam tilla bugun birozgina zaiflashishi kerak, chunki уже haqiqatdan juda hayga chiqib ketdi. Ko'pchilik pozitsiyalarni yopdi, 4500 ni maqsad qilganlar bozordan chiqdi. Endi esa bozorda biz hozir kam likvidni ko'ryapmiz va bozor hozir flat holatida turibdi. Xo'p, Suxrobek kuzatamiz, ya'ni mana shu flat zona hozir mukammal flat deb o'ylayman. M30 da siz chizgan zona bo'yicha albatta balki flat strategiyasida savdo qiladiganlar bir foydalanib ko'rsa bo'ladi deb o'ylayman. Dollar Yapon yenasiga to'xtalsak, boshqalarni kutilmasdan, chunki tilida savdo qiladigandan tashqari faqat valyutalarni yaxshi ko'radiganlar ham bor bizda. Yapon yenasi haqida gapirib bersangiz. Так, USD yena parasida burungi videoda aytgandim, yulduzlarda lokalniy trendовый liniyasini ko'rsatam. Agarda o'sha liniya buzilsa, dollar yenasi biroz jo'g'irlashi mumkin deyilgan. No, bayqagan bo'lsanizlar, именно вторник, sreda kuni Yaponiya yenasida жаңылык chiqib, o'ta impulsni biz tarafga baho jo'g'irlab berganini ko'rsangizlar bo'ladi. O'sha именно сопротивленияni baho o'rnatab, ortqa разворотный formatsiya berganini bayqasangizlar bo'ladi. Endi qarang, bizda qanday formatsiya bo'lishi mumkin bu yerda? Bizda bu yerda именно o'sha impulsdan to'xtagan korreksiya zonasigina bu yerda. Je bo'lsa eng kuchli уровень поддержкасы. Bu o'ta сильный уровень поддержкасы emas, aniq ostidagi поддержканы kutyapman. Agar o'sha поддержкаga baho kelsa, men biroz покупкаga ideya izlab ko'raman. Agarda bu zonani H4 time frame'da impulsni пробойный formatsiya bo'lib berib qo'ysa, anda уже retestdan smelo men sellga pozitsiya qarasam bo'lgan. Ankeni глобальный flatway движение tushib ko'rgan bo'lsangizlar 4 soatlik time frame'da, agarda bizga bu zonani impulsni пробойный formatsiyasi bo'lsa, biz bilgan o'sha flatway движение и formatsiyaga tayanib o'ta sильный, как minimum o'sha flatning razmeri qanday bo'lsa, o'ta shunday tushib ketishi mumkin. Mening ideyam bo'yicha. Biz bayqagan bo'lsanizlar, bu yerda zonalar belgilab qo'yamiz, уровень поддержка и остального уровень поддержка. Shu zonalardan bir joyi откатni ko'rishingiz mumkin. Agarda pробой bo'lsa, unda kuchli uzoq muddatli qulashni ko'rsak bo'ladi. Yaponiya yenasi. Demak, Suxrobek, tahlillaringiz uchun rahmat. Yapon yenasi bo'yicha bizni kutilmalarimiz o'zini oqlayapti hozircha, ya'ni pastga selga pozitsiyalarni ma'qullaganmiz. Bu yerda shunchaki oddiy qaraydigan bo'lsak, dollarni zaiflashtiruvchi omillar juda ham yetarli darajada fundamental asoslar bor. Yapon yenasi esa xavfsiz valyuta sifatida o'zini xavfsiz aktiv sifatida qadrini tiklay oladi bu fonda va undan tashqari o'rtoqlar Moliya vaziri Katayamani gap bo'yicha regulyator jasur choralar ko'rish bo'yicha erkinlikka ega va bu degani o'sha intervensiyaga signalni beryapti. Agar mabodoga hozir mana ko'rib turibmiz, Yapon yenasi juda ham qattiq zaiflashdi, ko'p juftliklarga, ko'p valyutalarga nisbatan o'rtoqlar Yapon yenasi oxirgi vaqtlarda qattiq zaiflashganligini ko'rdik va Yaponiya yangi moliya vazirining qat'iy nutqi yana uchun qo'shimcha qo'llab-quvvatlov bo'lyapti va shu bilan birga yil oxirigacha o'rtoqlar Yapon yenasi yana bizda kuchayishligi, dollar yena juftligida esa ayiqlar trendi ustunlik qiladi deb
fundamental baholay olamiz. Demak, bizda eng muhim paralardan Suhrobek qaysilarini tahlil qilib bera olasiz yana? Bitcoin dedik ana shu shaklda. Давайте Bitcoin. Mandan ko'pchilik so'rashadi, kecha ayni dushanba kungi streamim bor va mana shu streamda mendan so'rashdi, kriptovalyutalarga to'xtalsangiz deb. Men afsuski kriptovalyutaga to'xtay olmayman, ayni siz qani bir vaziyatlarni tushuntirib bersangiz bozorda nima bo'layotganligini. Так, именно биткоин боюнча мен долгосрочный позицияларым ташып болуп турат. Менде байкаган болсоңуздар 306-дан бери паденияны көрүп атабыз. Именно биткоиндин кулашы, падениясы андан бери өтө күчтүү аюу тренд, медвежий тренд күчтүүлүк болуп атканын көрсөк болот. Арада биз какой-то бир манипуляция, импульстарды да көрдүк. Эми в данный момент кандай формация болушу мүмкүн? Именно биткоинде. Да, байга жүрүшүбүз мүмкүн. Покупка кылганга оптимал зона болуп калды деп да мен бир аз айта алам, но не уверен. Анткени линия некрасиво, ошол себептен мындай красиво графикте көрбөй аткан маселени бир аз ишенбей турам, но да, байга өсүшүбүз мүмкүн. Формацияга карайбыз. Азыр поддержкада турабыз. Эң сильный поддержкада и локальный трендовый линия ретестный формацияда турат экенбиз. Хотя бы локальный таймфреймде карап туралы, например, жарым сааттык таймфреймде, да? Так, жарым сааттык таймфреймде бизде именно ушул зонага формация келген. Байкаган болсоңуздар бизде линия тоже бар экен. И да, бир аз эми некрасиво болсо дагы разворотный моделибиз да бар экен. Демек, M30 таймфреймде же болбосо H1 таймфреймде эң акыркы мына последний максимумду пробойный формация берсе, анда биткоинге покупка кылып көрсөк болот. Демек, биздеги H1 таймфреймдеги эң последний максимум бизде уверенно пробойный формацияны берсе, потом биз покупка кылсак болот экен. Ушундай формацияда свеча жабылып берсе, ушул свечанын минимумуна стоп-лосс коюп туруп, RR 1/5, 1/2, 1/3 соотношение кармап кетсек болот экен. Демек, биткоиндеги формация H1 таймфреймдеги сопротивление пробойдон покупка кайсы зонага чейин эң күчтүү сопротивление зона 94 000, 93 000 зоналарынан кармап турсак болот. И ошол жерден разворотный формация берсе, кайра дагы откат на продолжение тренд көрө алабыз. Demak, o'rtoqlar, Bitcoin bo'yicha mana kutilmalar, ayni siz bir haftada bir marta Suhrobbek bilan tahlilimiz orqali Bitcoinni ko'ra olasiz. Aynan men Bitcoinni tahlil qilmaganligim sababli. Xo'p, men bitta narsani aytib bera olishim mumkin. Men ko'p ko'ryapman, o'qiyapman, mashhur katta kapitalga ega bo'lgan, trading sohasida o'z obro'siga ega bo'lgan katta fondlar deymizmi yoki mana shu katta investorlar hozir Bitcoinni o'ziga sotib olyapti hozirgi narxdan. Demak, ularda ham ishonch borki, Bitcoin narxi ko'tarishligiga katta ishonchi bor va juda ham katta miqdorda sotib olishyapti. Shuning uchun men o'ylayman, Bitcoin hozir balki ko'tarilishi mumkin. Suhrobek tahlilingizga fundamental asos bera olmayman, lekin mana shu narsa menimcha bir signal beryapti, chunki Bitcoin bo'yicha albatta bizda yangiliklar manda lichna yetarli emas. Demak, bugungi videoni yakunlasak ham bo'ladi. Menimcha hammaga manfaatli bo'lyapti. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like, komment esdan chiqmasin, chunki bu har hafta olinayotgan, har seshanba kuni traditsiya bo'lib qoldi. Har seshanba kuni texnika va fundamental tahlilni birlashtirib, Mod Capitalni bosh menteri Suhrobek bilan Markets YouTube kanalida va Mod Capitalni YouTube kanalida biz video joylayapmiz. Xo'p, Mod Capitalni o'zini YouTube kanalini qayerdan topaman desanglar, marhamat, video ostida ularning linki joylangan. Ana shundan ularning YouTube kanaliga ham obuna bo'lsangiz bo'ladi. Bizga, Suhrobekka va menga rahmat aytmoqchi bo'lganlar yoki bizning tahlillarimizga qanaqadir o'zgartirish kiritishni istaganlar yoki o'zingizda fikringiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat, kommentariyamiz ochiq, o'rtoqlar, kommentariyaga yozing, like bosing, repost qiling. Chunki bu biz uchun rag'bat hisoblanadi. Barchaga rahmat o'rtoqlar. Suhrobek, sizga ham alohida rahmat. Барыңыздарга рахмат. Видеону акырына чейин көргөнүңүздөргө, бир аз болсо да түшүнүп, билим, информацияларды көрүшүңүздөр. Биздин анализдин результаттары сиздерге какой-то бир жардам болуп аткан болсо, биз абдан кубанычтабыз. Барыңыздарга рахмат, сау болуңуздар. Ийгилик.